Mana 3 ta 170 metrlik ish planga tushgan ekan. Mana shu ishlarni qilyapmiz. Birinchisini boshladik. Birinchi ishimiz mana 60 metr bo'lyapti birinchi quduqdan. Nasib bo'lsa shu ishlarni tugatib, ikkinchisiga o'tib, uchinchisini boshlaymiz xudolar. Hozirgi kunda mahallamiz, Yangiobod mahallamizda bir kontur, bir mahsulot doirasida, dasturi doirasida skvosh qo'llanyapti ishda. Shu skvoshdan unumli foydalanish uchun 50 gektar yer maydoni ajratildi. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu nima deydi, tashkilot rahbarlariga ming rahmat. Mana xalqni qo'llab-quvvatlab, mana 50 gektar yer ajratib, 3 ta skvosh qazitib, olib borishlariga kattakon rahmat. Bu ishlardan xudo xolasa unumli foydalanib, xudo xolasa ish o'rinchilarini xudo xolasa yaratib, davlatimizga mahsulotlarni qo'ldan kelgancha iloji boricha yetkazishga harakat qilamiz. Prezidentimiz rahmat.